Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizda Xudo xohlasa noyabr va dekabr oyini birinchi 10 kunliklarga qabullarimiz davom etyapti. Dekabr oyi uchun ochildi Xudo xohlasa va noyabr oyiga inshaalloh Xudo xohlasa vodiy bo'yicha faqat Farg'ona shahridan joylarimiz qoldi. Inshaalloh Xudo xohlasa reys kunlarimiz Farg'ona shahridan 23-chi, 26-chi, 27-chi, 28-chi, 29-chi va 30-chi noyabr sanalariga Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishida qoldi. Endi Toshkent shahridan 19-dan 30-gacha kun ora 19, 21, 22 Toshkent, Madina, 23, 25, 27 Toshkent, Jidda, 29-noyabr Toshkent, Madina va 30-noyabr Toshkent, Jidda yo'nalishlarida qoldi. Endi bu oyda narxlari Farg'ona shahridan $995 dan qilib belgilangan. Bu bo'ladigan narxi. Biz o'zimiz birinchi qo'lligimiz sababli bizda narxlar ozgina arzon yuradi. Endi Toshkent shahridan Toshkent Madina yo'nalishi $985 qilib belgilangan. Toshkent Jidda yo'nalishi $975 qilib belgilangan. Shu oyning oxirigacha. Endi dekabr oyiga keladigan bo'lsak, dekabr oyiga Andijondan Andijon Jidda va Andijon Madina yo'nalishi 6 va 7 dekabrga bor. Farg'ona shahridan 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 va 15 dekabr sanalariga Xudo xohlasa Farg'ona, Madina, Farg'ona, Farg'ona, Jidda, Farg'ona yo'nalishi bor. Endi Toshkent shahridan 1dan 10 dekabr sanasiga har kuni reyslarimiz bor. Toshkent Madinasi ham bor, Toshkent Jiddasi ham bor. 14 kunlik standart paket, 3 kun Madina va 11 kun Makka shahrini bular o'z ichiga oladi. Xudo xohlasa yaqin haram hududiga, 2 haramga yaqin bo'lgan mehmonxonalar Madina shahrida 300-400 metrda, Makka shahrida 800 metrda birinchisi Sama al-Misk, ikkinchisi Al-Fajr al-Badiya 6 1 kilometr 200 da, uchinchisi Mira Ravdah mehmonxonasi 1 kilometr 800 metrda joylashgan. Mehmonxonalar 3-4 kishilik, 5 kishilik joylashuv asosida bo'ladi. Endi oziq-ovqatlarga keladigan bo'lsak, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beradi. Ziyorat sayohatlari, Madina ziyorat sayohatlariga albatta olib chiqadi. Makka ziyorat sayohatlariga albatta olib boradi. Qizil dengiz sayohatlariga albatta olib boradi. Buning ichiga hamma narsa kiritib o'tilgan, Xudo xohlasa. Endi reyslarimiz bilan tanishtirdik, paketimizni aytdik. Endi asosiy joyi bu narx-navosi. Dekabr oyiga birinchi 10 kunlik Toshkent shahridan $995 dan qilib belgilangan. Narxidan ozgina skidka qilib beramiz. Endi Farg'ona va Andijon shaharlaridan reyslarimiz $1025 qilib belgilangan. Buni ham narxidan ozgina o'tib beramiz, Xudo xohlasa. Endi Namangan shahridan hozircha reyslarimiz ochilgani yo'q. Xudo xohlasa vodiydan bormoqchi bo'lganlar Andijon va Farg'onadan jo'natyapmiz. Toshkentdan, Voha tomondan bormoqchi bo'lganlarni Toshkent shahridan jo'natyapmiz, Xudo xohlasa. Ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa Telegram va WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Inshaalloh Xudo xohlasa nima savollaring bo'lsa, hammasiga albatta javob beramiz. Endi Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ham murojaat qilib turishibdi. Tojikiston fuqarolari Tojikistondan kelishadi, bir kun avval Xudo xohlasa kelishadida bemalol biz mehmonxonalar qilib beramiz, kirib yotib, damlarni olib, ertasi kuni Toshkent xalqaro aeroportiga bemalol chiqishlari mumkin. Mehmonxona xarajatlarini o'zimiz to'lab beramiz. Xohlasa Qirg'iziston fuqarolariga ham shunday qilib berishimiz mumkin. Endi Qirg'iziston yaqin bo'lganligi uchun Andijondan asosan reys qilib uchirib beryapmiz. Farg'onadan ham Xudo xohlasa qulay bo'lsa albatta uchirib beramiz. Bizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Centrum Holidays firmasi ishonchli va sifatli Xudo xohlasa xizmatlar. Firmaga Xudo xohlasa litsenziya olingan 0013-sonli litsenziya asosida faoliyat yurg'izadi. Xudo xohlasa bizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, ishlarni chiroyli va sifatli qilib albatta bitkazib beramiz. Hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Sog' bo'linglar.